Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 17-iyul kunidan 20-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 17-18-iyul kunlari kechasi 25-30 daraja, kunduz 38-43 daraja bo'ladi. 19-20-iyul kunlari kechasi 20-25 darajagacha pasayadi. Kunduz 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19-iyul kunlari kechasi 25-30 daraja, 17-18-iyul kunlari ba'zi joylarda 32-33 darajagacha, kunduzi 41-46 daraja, 20-iyul kunlari kechasi 23-28 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 17-19-iyul kunlari 38-43 daraja, 20-iyul kuni 36-41 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja, 18-19-iyul kunlari ba'zi joylarda 32-33 darajagacha, kunduzi 41-46 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.